Qadrdonlar, assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchi yurtdoshlar, yana bir xonadonimiz Tunaka fon ishini Buloqboshda boshlaganmiz. Bu xudo xolasa bu xonadonimizni ham chiroyli holatda qilib beramiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha bo'lyapti, tanlovdan tashqari. Hozir bo'layotgan ishlarimizni ko'rsatib o'taman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qadrdonlar, aytib o'tganimdek, bu xonadonimiz Buloqboshda joylashgan. Buloqboshidagi yana bir xonadonimizni Tunaka fon ishini boshlaganmiz. Bu xonadonimizni ofishiy hisobida hisoblaganimiz, Tunaka fonda hisobida hisoblaganmiz. 190 kvadrat tunaka ishlatganmiz. Hozir 190 kvadratimiz ko'cha tomon shapkamiz bo'ladi. Darvozaxonamiz va ichkari tomonimizda 50 metrcha shapkamiz bor. Двойной fasonda bo'ladi va bitta o'choqxonamiz bor. U yer hisoblanmagan edi, tomi yopilmagan edi. Endi tomi yopilgan. U joyimizni ham hisoblaymiz. Bu xonadonimiz 300 kvadratdan oshiq bo'ladi. Agarda u joyimiz ham bo'ladigan bo'lsa, bu joyimiz ham fasoni, ko'cha tomon, darvozaxonani fasonlari chiroyli holatda bo'ladi. Bizni kuzatib borsanglar, xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha, imkon boricha videolarimizni taqdim etib boramiz. Qilayotgan ishlarimiz, xudo xolasa biz Andijon viloyati Asakadanmiz. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Vodiy bo'ylab, vodiydan tashqari viloyatlarga kelishilgan holatda qilib beramiz, xudo xolasa. Vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajat ichida deganimizda bir narsani tushunib olishimiz kerak. Mana bu shapka bo'ladigan bo'lsa, tarnovi, bu xonadonimiz tarnov fonning ichki tashqi shapkasini tarnovi qo'yilgan. Bu tarnovi qo'yilgan bo'lsa, agarda mana shu qoshimiz turibdi-yu, qoshimizdan duolgacha bo'lgan joyimiz Tunaka fon hisoblanadigan bo'lsa, shuni hamma yo'g'ini olib kelamiz. Mana shu misol, mana shu xonadonimizning uzunligi 21 metr, 90 santimetrlik joyimizda necha kvadrat bo'lsa, misol 90 kvadrat 90ga 21lik joyimiz masalan 25 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, hisoblashga oson bo'lib 10 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, misol 130 minglik listimizdan qiladigan bo'lsak, 0.35 imizdan 10 kvadratimiz 1 million 300 ming so'm bo'ladi. 1 million 300 ming so'm bersiz, tarnovni tagidan boshlanib turib duolgacha bo'lgan shu manaqa yaltiraqlari yo'q, novoli bo'lyapti bu yerimiz. Shunaqa holatda 1 million 300 mingga tayyor bo'ladi. Bunga siz hech narsa sarflamaysiz. Lesasi, usta haqqi, dastavka, tunaka hamma yo'g'ini o'zimiz olib kelib qilib beramiz, xudo xolasa. Sizlarga ma'lumotlarimiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman va ichkari tomonimizni sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu tomon darvozaxonamiz ham bo'ladi. Darvozaxonamizni ham chiroyli ko'rinishda qilib beramiz. Va bu joyimizda shunaqa o'stirma shapkamiz bor. Bu chekadan burchak, burchakdan narigi chekagacha bo'ladi. Bu joyimda aytib o'tganimdek tarnovlari qo'yilgan. Bu joyimiz 1.30 lik shapka, двойной fasonda bo'ladi. Двойной fason deganimizda bitta oq qo'yiladi. Bu joyimizniki imonni mokriy bo'ladi. Mokriydan keyin pianino, keyin karniz bo'ladi. Ko'rinishi o'ta go'zal holatda bo'ladi, xohlasa. Xonadonimiz shapkasi polniy aylanasiga G shaklida shapka bor. U chekadan bu chekagacha bo'ladi, xudo xolasa. Va bu aytib o'tganimdek, hali o'choq bir bolalar qo'yiladigan navesi tomi endi yopildi. O'zi aslida hisoblagani kelganimizda u burchakdan bu yog'i bo'lmagan edi. Даже umuman tom yopilmagan edi. Faqat strapilalari qo'yilgan edi, ustki tomoni qo'yilmagan edi. Bu joyimizni ham xudo xolasa chiroyli holatda qilib beramiz, kelishib bo'lsak. Hozir ko'cha tomondan boshlangan, ichkari tomon, ko'cha tomon, tashqi tomon, darvozaxona hammasi bo'lib. Haliga aytib o'tgan 190 kvadratimiz bu burchagimizdan narigi burchakgacha bitta darvozaxona, ko'cha tomon o'stirma shapkasi bo'lyapti. Endi bu joyimiz qo'shiladi. Bu joyimiz ham 100 kvadratdan oshiq bo'ladi. Bu joyimizni ham xudo xolasa go'zal fasonimizdan bitta ko'rsatganmiz. Ash fasondan xudo xolasa qilib bersak, maqsadga muvofiq va chiroyli bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa sizni ham xonadoningizga Tunaka fon ishlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab masofani farqi yo'q. Imkon qadar qatnab ishlashga harakat qilamiz. Hali u 80-90 kvadrat, 90 kvadratni gapiraverib, 80-90 kilometr bo'ladigan bo'lsa, endi iloji yo'q uni. Misol qatnasak vaqt ham ketadi, u charchab ham qolamiz. Misol 50-60 kilometrgacha qatnab ish qilinadi, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.